Kecha bitta gap eshitib, hech qachon qo'limni yuvmasdan turib uyquga ketmaslikka o'zimga o'zim va'da berdim. Bilardim, taomdan keyin qo'l yuvmoqlikda barokat borligini. Lekin qo'lni yuvmasdan uxlasa, bu darajada yomon narsaligini men tasavvur ham qilmagandim. Bu gap nima edi? Qisqa qilib aytaman, agar inson qo'lini moyi bilan, ya'ni qo'lini yuvmasdan turib uxlab qolsa, ertalabgacha boshiga biror bir kulfat kelsa, hammasini o'zidan ko'rsin deyilgan ekan. Sababi o'sha qo'lidagi moyni shayton ertalabgacha yalab chiqar ekan. Men eshitib juda ham ta'sirlandim, chunki baribir insonmiz. Gohida erinib, gohida bilib bilmay qo'lni yuvmasdan uyquga ketaverardik. Baribir insonmizda. Lekin bu gaplarni eshitganimdan keyin umuman mana qo'limni yuvmasdan uxlamaslikka o'zimga o'zim va'da berdim. Siz ham agar bilmagan bo'lsangiz shunaqa qiling, bilganlarga eslatma bo'ldi, bilmaganlarga foydali bo'ldi. Videoga like bosib, hoziroq yaqiningizga tarqatib qo'yinglar.